Dede kubik aldım. Ya mana desa Oltay. Nimadan yetdingiz buni? Prosta sotib oldim. Bobta uyga kir, jim o'tirgan olma, men ishga ketyapman. Dede siz bilan ishga boray, mashina minishni o'rgatib ketasiz. Yo, mumkin sen uyda o'tir, olma. Boray. Yo'q, hayır. Boray. O'tirma. Sekin, sekin Oltay, sekin. Ya dede to'g'rimizda mashina kelyaptimi? Ha, stress ko'tarishdan ketyor. To'xta. Dede shuncha yosh bolaga boshini berib bo'lmaydi-da. Poqimga o'tirib oldingmi, bo'lmasa aql ishini qilib. Seversin onani, seversin Dede emas, sonsalar uchburcha emas. Bunday dumalab. Sen kuymading. Solsada merjigar nima qilyapti? Dede mashinangiz qizib tursin dedim-da. Assalomu alaykum. Kim somsani yarimta tishlab ketdi? Ha, o'g'lingiz-da? Aka, men dadam Jizzaxdagi tandirchada ishlaydi. Somsalari shirin, 3 xil somsa yopadi. Jizzax shahariga dastavka tekin. To'y va marosimlarga ham somsalar yetkazib berishadi. Siz dadingiz unaqa emas. Voy bolam, tirikmisan? Dada bitta somsa qolib ketibdi.